Assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar. Mavzu shart operatorlari va sikllar. Bilamizki, algoritmlar 3 turga bo'linadi. Bular chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar. Tarmoqlanuvchi algoritmlar yoki tarmoqlanuvchi jarayonlarni boshqarishda bizga shart operatorlari kerak bo'ladi. Buning uchun if else operatorlari yoki switch tanlov operatori, shu bilan birgalikda inline shart operator sifatida ternar amalini birgalikda qo'llashimiz mumkin. Takrorlanuvchi jarayonlarni boshqarishda esa sikl operatorlaridan foydalanamiz. Sikl operatorlariga misol qilib for, while, do while, for in, for off operatorlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Darsimizni amaliy tarzda davom ettiramiz. Buning uchun loyiha yaratib olganmiz. Loyihamiz tarkibida ikkita faylimiz mavjud bo'lib, bular index.html va app.js fayllari. Fayllarimizni ma'lumotlar bilan to'ldirishni boshlaymiz. Dastlab HTML5 formati bo'yicha sahifaning standart strukturasini hosil qilamiz. Demak, title qismiga shart va sikl operatorlarini nomlaymiz. H1 tegi bilan shart va sikl operatorlarini ham hosil qilib qo'yamiz. Va shu bilan birgalikda JavaScript faylimizni bog'laymiz. Demak, script teglari yordamida app.js faylimizni bog'laymiz va defer xizmati so'zini birgalikda qo'llaymiz. App.js faylimizda birinchi navbatda konsolga log qilib salom dunyo xabarini chiqarib tekshirib olamiz. HTML faylimizni brauzer yordamida ochib olamiz va uni qayta yuklaymiz. Konsol oynasida, brauzerning konsol oynasida JavaScriptda amalga oshirib turgan ishlarimizni ko'rib turishimiz mumkin. Demak, loyihamiz ishlash uchun tayyor, soz holatda shart va sikl operatorlarini ko'rib chiqishda boshlaymiz. Birinchi navbatda shart operatorlari bo'yicha gaplashib o'tsak. Aytib o'tdik, shart operatorlarida if, else if operatorlarini qo'llash mumkin. Shart operatorlarimizda ikki xil holatda ko'rishimiz mumkin. Bularni chala yoki to'liq shart sifatida qaraladi. Shart operatorlari ma'lum bir shartlar asosida algoritmlarimiz yoki kodlarimizni tarmoqlanishini shakllantirib hosil qilib beradi. Agarda shart asosida tekshirilayotgan turgan qiymatlar to'laligicha barcha qiymatlar tekshirilsa, bunday shartlarni to'la shartlar, aks holda chala shartlar sifatida qaraladi. Xo'p, birinchi if operatorimizni qo'llash uchun misol yozadigan bo'lsak, masalan, sonning musbat ekanligini tekshirish uchun kod yozamiz. Buning uchun son degan o'zgaruvchi hosil qilib olaman va uni qiymat o'rnataman. Son 10. Endi ushbu sonimning musbat ekanligini tekshiraman. Agar son katta bo'lsa 0 dan konsolga log qilib ber. Son musbat son sifatida. If operatorimiz, shart operatorimiz sintaksini quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda if xizmati so'zi, undan so'ng qavs ichida shart va figurali qavslar ichida shartimizni tanasi keladi. Bunda son 0 dan katta bo'lganda true javob qaytarganda, true qiymat shakllanganda ushbu blokdagi kodlar ketma-ketligi ishlaydi. Tekshirib ko'ramiz, saqlaymiz va brauzerda qayta yuklab ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsak, 10 musbat son sifatida hosil bo'lyapti. Ushbu holatda shartni qo'llashimiz chala shartga misol bo'ladi.
Sababi bu yerda sonni faqatgina 0 dan katta qismigina tekshirildi. Sonning 0 ga teng bo'lishi yoki 0 dan kichik holatlar tekshirilmadi. Masalan, -10 qiymatini songa o'zlashtirib, ushbu holatda tekshiradigan bo'lsak, unda hech qanday natijani ko'rmasligimiz mumkin. Ko'rsatilgan shartimizda sonimiz 0 dan katta bo'lsagina ushbu amalni bajarishi belgilab qo'yilgan. Sonimiz 0 dan kichkina, ya'ni -10 bo'lganligi uchun ushbu qism ishlamayapti. Demak, ushbu holatda shart operatorlari qo'llanilsa, bunday holatdagi if operatorimiz chala shartlarida hosil qilishini ko'rib o'tdik. Endi umumiy holatda ushbu misolimizda to'liq barcha holatlarda, shartlarda hosil qilib ko'ramiz. Buning uchun bizga else if operatori yordamga keladi. Bunda son 0 ga tengligini tekshiramiz. Agar son 0 ga teng bo'lsa, konsolga log xabar son musbat ham emas, manfiy ham emas tarzda ko'rib chiqishimiz mumkin. Aks holda konsolga log xabar son manfiy son. E'tibor bering ushbu sintaksisga. Agar son 0 dan katta bo'lgan holatda shartimizni to'g'ri bajaradigan bo'lsa, ushbu kodlarimiz bajariladi. 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi va 9-chi qatordagi kodlarimiz bajarilmay tashlab o'tib ketiladi. Agarda ushbu shartni qanoatlantirmasa, else if tarkibidagi sonni 0 ga tengligi tekshiriladi. Agarda son 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 6-chi qatordagi kodimiz amalga oshadi. Agarda bu shartni ham qanoatlantirmasa, else deb turib xizmat so'zdan foydalandik. Bu tekshirilgan qiymatlardan qolgan barcha qiymatlar uchun o'rinli bo'ladi va konsolga son manfiy son sifatida natijani chiqarib beradi. Tekshirib ko'ramiz. F5 ni bosadigan bo'lsak, -10 manfiy son sifatida hosil qilib beryapti. Buni turli qiymatlar bilan tekshirib ko'ramiz. Masalan, 10 musbat son va 0 uchun ham tekshirib ko'ramiz. Musbat ham emas, manfiy ham emas sifatida hosil qilib beryapti. If, else operatorlaridan ushbu tartibda qo'llab foydalanishimiz mumkin. Ushbu operatorlar uchun yana qo'shimcha tarzda boshqa misol ko'rib chiqaylik. Misol uchun kvadrat tenglamani hisoblovchi dastur tuzamiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? ABC o'zgaruvchilar, x1, x2 ildiz qiymatlar va diskriminant bizga kerak bo'ladi. Qiymatlarni o'rnatamiz. Masalan, a 1 ga teng, b 5 ga teng, c 6 ga teng deb olamiz. Birinchi navbatda kvadrat tenglama dasturini tuzab turganimizda a 0 ga teng emasligini tekshirishimiz kerak. Agarda a 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, shu yerda xatolik xabarini chiqarishimiz kerak. A 0 ga teng emas yoki teng bo'lmasligi kerak turib. Aks holda diskriminant hisoblaymiz. Diskriminant b kvadrat minus 4ac formula yordamida hisoblanadi. Va diskriminantda hosil bo'lgan qiymat bo'yicha shart hosil qilamiz. Agar diskriminant 0 dan katta bo'lsa, x1 teng minus b plus mas kutubxonasidan squared, ya'ni kvadrat ildiz, diskriminant kvadrat ildizini hisoblaymiz. Taqsim 2a.
Xuddi shunday x2 ni ham hisoblaymiz va ushbu qiymatlarni konsolga natija sifatida hosil qilib chiqaramiz. Tenglama ildizlari x1 va x2 sifatida. Hop. Navbatdagisi else if diskriminant 0 ga teng bo'lgan holat. Diskriminant 0 ga teng bo'lsa, bunda x1 da o'zi hisoblanadi va konsolga natijani chiqaramiz. Tenglama bitta ildizga ega. x1 x2 ga teng va bu x1 o'zgaruvchida qiymat saqlangan. Agarda diskriminantimiz 0 dan kichkina bo'lsa, else deymizda tenglama haqiqiy ildizlarga ega emas sifatida natijani chiqaramiz. Saqlab tenglamamizda A, B, C ni qiymatlari 1, 5, 6 bo'lgan holatda tekshiramiz. Bunda -2 va -3 natijalar hosil bo'lishi kerak. Demak, ko'ryapmizki, tenglama ildizlari x1 -2, x2 -3 sifatida hosil bo'ldi. Bunda tenglamamizda A, B, C ni qiymatlarini quyidagicha tartibda kiritamiz. B ga -4, C ga 4. Bu diskriminant 0 ga teng bo'lgan holatni yuzaga keltiradi va bitta yechimni ko'rsatib beradi. Tenglama bitta ildizga ega. x1 x2 ga teng va bular 2 ga teng sifatida ko'rishimiz mumkin. Xo'p, navbatdagisi diskriminant 0 dan kichik bo'lgan holat uchun misol yozamiz. Masalan, 1, 4, 10 ko'rsak, tenglama haqiqiy ildizlarga ega emas degan natijani chiqarib beryapti. Ushbu tartibda, demak, if operatorlaridan foydalangan holatda tarmoqlanuvchi algoritmlarni hosil qilishimiz mumkin. Keyingi shart operatorlarimiz yoki bo'lmasa tanlov operatori bu switch operatori hisoblanadi. Switch operatori bir qancha case'lar orqali amalga oshiriladi. Ma'lum bir qiymatni case'lar yordamida tanlab olinadi va tanlab olingan case tarkibidagi statementlar yoki buyruqlar ketma-ketligi amalga oshadi. Bunga misol qilib hafta kuni degan o'zgaruvchi ochaylik. Hafta kuni masalan 4 ga teng bo'lsa, biz quyidagicha dastur tuzamiz. Hafta kuni 1 dan 7 gacha oralig'ida qiymatlarni shakllantirsin. 1 dan 7 gacha. 1 dushanba, 2 seshanba va hokazo tartibda hosil qilib bersin. Ushbu dasturimiz ko'rsatilgan hafta kunining tartibiga mos holatda hafta kuni nomini chiqarib bersin. Buning uchun switch operatoridan foydalanamiz. Switch hafta kuni deymizda figurali qavs ochib, case'larni yaratishni boshlaymiz. Birinchi case'da konsolga log qilamiz dushanba degan yozuvda va break operatori ushbu case'da yakunlanishini ko'rsatib beradi. Agarda biz break operatorini qo'ymaydigan bo'lsak, case'lardagi qiymatlar tekshirib olingandan keyin aniqlangan case'dan keyingi barcha kodlar navbatma-navbat ishlab ketadi. Shuning uchun break operatorlari ushbu case'ni yakunlovchi operator sifatida xizmat qiladi. Xuddi shunday tartibda navbatdagi case'larni ham hosil qilib chiqamiz. Demak, case 3 biz hafta kunini 7 xil holatda yoki bo'lmasa 7 ta qiymat bilan tekshirib chiqdik. Tekshirilmagan qiymatlar uchun default xizmat so'zi mavjud. Default xizmat so'zidan so'ng 2 nuqta qo'yib konsolga log qilamiz. Bunday hafta kuni mavjud emas degan xatolik xabarni hosil qilib bersin. Aytib o'tdik, break xizmat so'zi
case'larni yakunini ifodalaydi. Default case'imiz har doim eng oxirida yaratiladi va bundan keyin boshqa case'lar mavjud bo'lmaganligi sababli default uchun break xizmati so'zini qo'llashimiz shart emas. Hosil qilgan ushbu kodlarimiz demak hafta kuni tartibi bo'yicha nomini chiqarib berishga mo'ljallangan. Masalan, hafta kuni 4 qiymatga ega bo'lganda bizga payshanba degan natijani chiqarib berish kerak. Ko'ryapmiz, mana payshanba sifatida hosil qilib beryapti. Boshqa qiymatlar bo'yicha ham tekshirib ko'ramiz. Masalan, 1 qiymat tekshiramiz. Dushanba 7 qiymat tekshiramiz. Yakshanba 10 qiymat tekshirib ko'ramiz. Bunday hafta kuni mavjud emas deb turib bizga xabarni chiqarib beryapti. Demak, switch operatorini turli case'lardan foydalangan holatda qo'llab ishlatishimiz mumkin ekan. Aytib o'tdik, break operatori case'ni shu bilan birgalikda switchni ishini yakunlashda ta'minlayveradi. Break qo'ymaydigan bo'lsak, xatoliklar yuzaga kelishi mumkin deb aytib o'tdik. Lekin break operatorini foydalanmasdan turib, bir qancha case'larni umumlashtirib ham dasturlarimizda kodlar yozishimiz mumkin. Bunga misol qilib quyidagicha dastur tuzaylik. Oy degan o'zgaruvchimiz bo'lsin. Masalan, 4-oy. Mana shu oy qaysi faslga tegishli ekanligini aniqlaymiz. Bu 1 dan 12 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi deb tasavvur qilamiz. Va switch bo'yicha tekshirishni boshlaymiz. Switch oy. Bilamizki, fasllar bo'yicha qish fasliga 1, 2 va 12 oylar to'g'ri keladi. Ularni umumlashtirib quyidagicha yozishimiz mumkin. Case 1, case 2 va case 12. Konsolga qish deb turib blok qilamiz va break operatorini shu yerda qo'llaymiz. 1, 2 va 12 case'larda umumiy ish bajarganligi uchun ushbu holatda case'larni umumlashtirishimiz mumkin. Xuddi shunday tartibda qolgan qiymatlarni ham tekshirib chiqamiz. Demak, 3, 4, 5 uchun bahor, 6, 7, 8 uchun yoz, 9, 10, 11 uchun kuz degan natijalarni ko'rishimiz mumkin. Bunga ham default operatorini qo'llaymiz. Bunday oy mavjud emas xabarni chiqaramiz va saqlab tekshirib ko'ramiz. Demak, 4-oyimiz aprelga to'g'ri keladi, ya'ni bahor oyi. Bahor degan natijani chiqarib beradi. Masalan, 10-oy qo'yadigan bo'lsak, 10 oktyabr oyi kuz fasliga to'g'ri kelishi kerak. Kuz degan natijani chiqarib beradi. Ushbu tartibda switch operatorlarida case'larni umumlashtirib qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Navbatdagi shart operatorimiz ternar operatori. Ternar operatori yoki bo'lmasa ternar amali sifatida ham qaraladi. Ternar amali. Ternar amalini qo'llashdan avval if operatori yordamida sonning juft yoki toq ekanligini aniqlovchi dastur tuzamiz. Buning uchun sonni 2 ga bo'lganimizda qoldig'i 0 bo'ladigan bo'lsa, konsolga juft sonligi, aks holda toq sonligini natija qilib chiqarib berishini so'raymiz. Demak, saqlaymiz. Juft son sifatida chiqarib beryapti. Qiymatimiz 10 edi. Endi shu yerga yigirma qiymatini qo'yib shakllantiramiz. Saqlab. Yana juft son, ana endi 25 qiymat bilan tekshiramiz. Toq son sifatida aniqlab beryapti. Bu yerda e'tibor berib qarasak, if va else bloklarini tarkibidagi kodlarimizda faqatgina qiymatlarda o'rtasida farqlar yuzaga kelyapti. Bunda juft son, bunda toq son degan
qiymat farqi, lekin bajaradigan amali ikkalasi ham konsolga log amalini hosil qilyapti. Shu buyruqdan foydalanilyapti. Biz ushbu holatlarda qiymatlar yoki bo'lmasa ma'lum bir o'zgaruvchilar farqlarini ko'rgan paytimizda ushbu if else blokini o'rniga ternar amalini qo'yishimiz mumkin. Ternar amali quyidagicha. Ternar amalida avval shart beriladi. Shartimiz sonni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 bo'lishligi. Va so'roq belgisi qo'yiladi. Ternar amali operatorimiz so'roq belgisi hisoblanadi va shundan so'ng true bo'lgan holatdagi amalni ko'rsatamiz. Bu console log just son sifatida chiqarib bersin. Va undan so'ng 2 nuqtada foydalanamiz. 2 nuqta operatori if dagi else vazifasini amalga oshirib beradi. Va bunda console log 90 dir. So'roqdan keyin kelyapti turgan ushbu holatdagi qiymat yoki funksiya ushbu shart true bo'lgan holatda bajarilsa, 2 nuqtadan keyin kelyapti turgan qiymat yoki funksiya ushbu shart false natijani qaytarganda amalga oshadi. Saqlab tekshirib ko'ramiz. Demak, 90 deb natijani chiqarib beryapti. Biz buni boshqacharoq holatda ham hosil qilishimiz mumkin. Avval konsolga log qilib, agarda sonni 2 ga bo'lganimizda 0 bo'ladigan bo'lsa, juft son, aks holda 90 degan natijani chiqarib berdi deb ham foydalanishimiz mumkin. Nafaqat funksiyalar, qiymatlar bilan ham ishlash imkoniyatiga ega ternar operatorimiz. Tekshirib ko'ramiz 90. Boshqa qiymatlar bo'yicha ham tekshirib ko'ramiz. Masalan, 20 tekshirsak, just son sifatida shakllantirib beryapti. Ushbu tartibda shart operatorlarimizni qo'llab, ulardan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, navbatdagisi sikl operatorlari, ya'ni takrorlanuvchi jarayonlar. Ularni ham navbat bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi for operatori. For yordamida quyidagicha kod yozamiz. For sintaksida for xizmat so'zi keladi. Qavs ochib yopamiz va qavs ichida 3 ta parametr kiritiladi. Bular birinchisi boshlang'ich qiymat, masalan i teng 0 sifatida olamiz. Ikkinchisi shart. Shartimiz i 10 dan kichik bo'lsa deb belgilaymiz. Va uchinchisi progressiv tarzda ko'rsatilyapti turgan shartdagi o'zgaruvchilarni yoki qiymatlarni o'zgarishini qanchadan qancha miqdorda o'zgarib borishini ko'rsatamiz. i++ sifatida i qiymatini 1 ga oshirib bor deymiz va hozircha shunchaki konsolga i ni log qilamiz. Ushbu kodlarimiz ketma-ketligi for operatori yordamida i o'zgaruvchisini 0 dan boshlab 10 qiymatga yetib olgungacha konsolga qayta ma'lumot chiqarib berishini ta'minlab beradi. Tekshiramiz. Ko'rsak, 0 dan 9 gacha bo'lgan qiymatni shakllantirib beryapti. Birinchi navbatda bu yerda i 0 bo'lganda ushbu kodni amalga oshiradi. Bajarib bo'lgandan keyin forning tanasi, ya'ni figurali qavs ichidagi kodlar ketma-ketligi bajarib bo'lingandan keyin i ni qiymatini bu yerda ko'rsatilgandek 1 ga oshirib beradi va i ni qiymati 0 dan 1 ga o'zgaradi va ana endi shartni tekshiradi. 1 10 dan kichkinami? Agarda kichkina bo'ladigan bo'lsa, siklda tanasi yana qaytadan bajarilishni boshlaydi. Shu tarzda 9 qiymati chiqqandan keyin, 9 gacha siklimiz aylangandan keyin 9 ni qiymatini 1 ga oshiradi. I 10 ga teng bo'lgandan keyin 10 dan kattami sharti false natija qaytarganligi uchun sikl operatori o'z ishini yakunlaydi. Demak, ushbu tartibda sikl operatorlarini ko'rishimiz mumkin. Shu yerda qiymatlarni bir emas, bir nechta
qiymatga ham oshirishimiz mumkin. Masalan, 2 ga oshirib bor deydigan bo'lsam, saqlab ko'radigan bo'lsak, 0, 2, 4, 6, 8 qiymatlarni hosil qilib beryapti. Bunda har bir qadamda qiymatni ikkitadan oshirib borishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, sikllarda continue va break xizmat so'zlari ham qo'llaniladi. Bular odatda shartlar bilan birgalikda qo'llaniladi. Masalan, shu yerda agar i ni 2 ga bo'lganimda 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, qoldiq 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni i just bo'ladigan bo'lsa, continue qilib deyman. Bu nima vazifani amalga oshiradi? Buni vazifasi continue xizmat so'zining vazifasi siklning ushbu qadamini yakunlab keyingi qadamiga o'tkazib beradi. Saqlab konsolga i'ni log qilamiz. Continue keyingi qatordagi kodlarni ishlamasligini ta'minlab beradi. Sabab aytganimizdek, siklni keyingi qadamiga o'tkazib yuboradi. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, 1, 3, 5, 7, 9 qiymatlar natija sifatida konsolga chiqyapti. Qanday tartibda ishlayapti bu kodlarimiz? Dastlab i ni qiymati 0 bo'lganda 0 ni 2 ga bo'lsak, qoldiq 0 va continue xizmat so'zi ishlayapti. Va kodimizni ushbu qismi bajarilmasdan to'g'ridan-to'g'ri keyingi qadamga, ya'ni i ni qiymatini oshishiga o'tib ketyapti. i ni qiymati 1 bo'lganda 1 ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 1 bo'lganligi sababli ushbu shartimiz amalga oshmayapti va konsolga i ni log qilib beryapti. Mana shunday tartibda 0 dan 10 gacha bo'lgan holatdagi sonlarni 1, 3, 5, 7, 9 larni o'zini chiqarib beryapti. Hozir natija sifatida 5 ta qiymat chiqdi. Lekin siklimiz 10 ta qadamda amalga oshirdi. 10 ta qadamdan 5 ta qadamida ekranga natija chiqyapti. Demak, continue ni umumlashtiradigan bo'lsak, continue xizmat so'zi shart operatorlari bilan birgalikda qo'llanilib, u siklni keyingi qadamiga o'tkazish uchun xizmat qilar ekan. Endi kodlarimizga biroz o'zgartirish kiritamiz. i 6 dan kichik bo'lsa degan shartni qo'yaman va shu yerda continue o'rniga break xizmat so'zidan foydalanaman. Bundan boshqa holatlarda konsolga i ni log qilib berib ishlatamiz. Zo'r, 6 dan kichik emas, 6 dan katta bo'lsa deylik. Ko'rsak, 0 dan 6 gacha qiymatlar shakllanyapti, 7, 8, 9 qiymat hosil bo'lmadi. Sababi biz bu yerda shart asosida i 6 dan katta bo'lsa break operatorini qo'llab ketdik. Break operatori for sikl operatorining tarkibida qo'llanilganda ishlaganda bu siklni ishini yakunlashdi, ya'ni sikldan tashqariga chiqishni ta'minlab beradi. Siklni tanasidan tashqariga chiqishni ta'minlab beradi. Break operatori ham xuddi continue operatoriga o'xshab ma'lum bir shartlar asosida amalga oshiriladi. For sikl operatorini yana ham qulayroq tushunishimiz uchun bitta amaliy misol ko'rib chiqamiz. Masalan, sonning tub yoki murakkab son ekanligini aniqlash dasturini hosil qilamiz. Sonning tub yoki murakkabligini aniqlashda o'zgaruvchi son degan o'zgaruvchini hosil qilaman. Masalan, 31 soni. Ushbu sonning tub yoki murakkab son ekanligini aniqlash uchun menga uning ildizdan chiqqandagi butun qismi kerak bo'ladi. Butun qismini parse int funksiyasi orqali ajratib olaman. Qog'oz ichiga
massive squaredni son sifatida olamiz. Men dastlab ushbu sonimni tub son deb tasavvur qilaman. Buning uchun tub degan o'zgaruvchiga true degan qiymatni belgilab turaman. Va ana endi for yordamida siklni aylantiramiz. I 2 dan boshlab ildizgacha siklimiz aylansin va siklimiz tarkibida ushbu sonni 2 ga qoldiqli bo'lib davom ettirib tekshirib ko'raman. Agarda biron bir songa qoldiqsiz bo'linib qolsa, bu tub o'zgaruvchimni false qilaman va mana shu qismda o'zidayoq qolgan qiymatlarni tekshirishni kerak yo'q, siklni break yordamida yakunlayman. Ushbu siklim ishlab yakunlangandan so'ng, hamma qiymatlarga bo'lib bo'lgandan so'ng, sikldan tashqarida agarda hali ham tub o'zgaruvchim true'ligicha turgan bo'lsa, demak bu tub son. Aks holda bu murakkab son sifatida ko'rishimiz mumkin. Siz bunga qo'shimcha qiymatlar qo'yishingiz mumkin. Tub sonlar 2 dan boshlanganligi sababli 2 dan katta bo'lishligi va hokazo tartibda shartlarni ham belgilab o'tishingiz mumkin. Natijani ekranga chiqaramiz. Konsolga log qilaman. Agarda tub bo'ladigan bo'lsa, avval sonni chiqarib olaylik. Son tub bo'ladigan bo'lsa, tub son, aks holda murakkab son sifatida saqlab 31 sonini tekshirib ko'ramiz. Ko'rsak, tub son sifatida hosil qilib beryapti. Nimaga 31 degan natijamizni chiqarib bermadi? Biz sonni chiqarishda ko'rsatdik. Son qavsga olib qo'yaylik. Ko'rsak, mana 31 tub son sifatida hosil bo'lyapti. Boshqa qiymatlar bilan tekshirib ko'raylik. Yana boshqa bir tub son qiymatni berib ko'ramiz. Masalan, 13 saqlab ishlatib ko'rsak, tub son deyapti. Endi murakkab son berib ko'ramiz. Masalan, 20 saqlab ko'radigan bo'lsak, 20 murakkab son sifatida hosil bo'lyapti. Demak, ushbu tartibda for sikl operatoridan foydalanib dasturlarimiz tarkibida takrorlanuvchi jarayonlarni hosil qilishimiz mumkin ekan. While va do while operatorlari ham xuddi mana shunday tartibda qo'llab ishlatiladi. Ushbu misolimizda forda ko'rib chiqqan misollarimizni while misolda ham ko'rib chiqamiz. Masalan, 0 dan 9 gacha bo'lgan qiymatlarni konsolga log qilib natijani chiqaramiz. Shuning uchun dastlab forda tarkibida boshlang'ich qiymat sifatida i olingan edi. Endi biz buni while dan oldin hosil qilib olishimiz kerak. Biz buni i emas, sanoq deb nomlaylik va buni boshlang'ich holatda 0 qiymatini o'rnatamiz. Bundan so'ng while deymanda qavs ichida xuddi forda kelyapti turgandek bunda ham shartni ko'rsatamiz. Va figurali qavs bilan while tanasini hosil qilamiz. Konsolga sanoqni chiqaramiz va sanoqli qiymatini birga oshirib qo'yamiz. Ushbu holatda kodimizni ishlatadigan bo'lsak, sanoqni 0 dan 9 gacha sanab bizga natijani chiqarib beryapti. Fordan farqli ravishda boshlang'ich qiymat while dan oldin shart while bilan birgalikda qiymatning o'zgarishi bo'lsa while'ni tanasida ko'rsatib o'tilar ekan. Xuddi shu misolimizda endi do while operatorida ko'rib chiqamiz. While bilan do while farqini keyin gaplashib chiqamiz.
while sanoq 10 dan kichik bo'lsa saqlab dasturimizni ishlatadigan bo'lsak, yana ayni natija hosil bo'lyapti. Xo'p, while bilan do while'da qanday farqi bor? While shartni avval tekshirsa, do while keyin tekshiradi. Bu nima degani? Agar shart false natijani hosil qiladigan bo'lsa, ushbu qatordagi kodlarimiz while'da ishlamaydi. Lekin do while'da hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham ushbu kodlarimiz amalga oshadi. Masalan, shu yerda sanog'imiz 20 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ishlatadigan bo'lsak, sanoq 21 qilib bir marta bo'lsa ham siklimizda tanasi shakllanyapti. Agarda xuddi shu narsani while yordamida hosil qilganimizda edi, while yordamida hosil qilganimizda avval shartni tekshirar edi. 20 10 dan kichkina bo'lmaganligi uchun while'da tanasiga kirmasdan bizga sikl ishlamasdan natijani ekranga chiqarib bermas edi. Demak, while old shartli sikl operatori sifatida, do while esa so'ng shartli sikl operatori sifatida qo'llanilar ekan. Bu bo'yicha siz bir qancha misollar bilan endi sonning tub yoki tub emasligini emas, ma'lum bir chegaragacha bo'lgan tub sonlarni chiqarish misolini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, obyekt va massiv to'plamlarimiz uchun for in va for of sikl operatorlarimiz mavjud. Bitta obyekt hosil qilaman. Masalan, talaba. Talaba obyektimizda ismi bo'lsin, yoshi, kursi, mana shu 3 ta ma'lumoti bo'lsin. Mana shu talaba obyektimizda tarkibidagi ma'lumotlarni, ya'ni a'zolarini, kalitlarini sikl yordamida chiqarishda ko'rib chiqamiz. Buning uchun for in operatoridan foydalanish mumkin. Let kalit in talaba degan ketma-ketlikda yozib, konsolga kalitni chiqarib ko'ramiz. Kalit o'zini chiqaramiz. Ko'radigan bo'lsak, ism, yosh, kurs kalitlar mavjudligini aylantirib hosil qilib beryapti. Bu qanday tartibda ishlaydi? Bu talaba obyektini tarkibidagi barcha a'zolar bo'yicha birma-bir siklda hosil qilib, ularni kalit degan o'zgaruvchiga shakllantirib beryapti. Biz bu yordamida ushbu key value pair holatda hosil qilingan kalitning qiymatini ham aniqlashimiz mumkin. Ko'rsak, mana Ali 23 sifatida qiymatlarni ham hosil qilib beryapti. Shu bilan birgalikda massivlar bilan ishlashda, ya'ni arraylar bilan ishlashda birgalikda qo'llaniladigan forni kuchaytirilgan holati, for of ni ko'rishimiz mumkin. Son of sonlar sifatida shakllantirib, shu yerda konsolga sonlarni chiqarib ko'rishimiz mumkin. Shunchaki son o'zgaruvchisiga siklda tarkibida massivda, sonlar massividagi har bir elementni birma-bir o'zlashtirib, sikllarni, qadamlarini hosil qilib beradi. Ko'rsak, 1 dan 5 gacha bo'lgan qiymatlarni shakllantirib beryapti. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Mustaqil ishlashlaring uchun qo'shimcha topshiriqlar bilan birgalikda sikllar, shart operatorlari, ularni qo'llash bo'yicha bilimlarni mustahkamlashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.